Hozir ko'pchilik uyda yoki ofisda parvarish qilish uchun mandarin yoki bo'lmasam shunga o'xshash limon ko'chatlarini xarid qilishmoqda. Lekin uni qanday to'g'ri parvarishlash hamda undan hosil olish haqida esa ko'p savollar kelib tushmoqda. Hozir men sizlarga bu haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Bu kabi kichik daraxtlarni sog'lom rivojlantirish uchun quyidagi qoidalarga amal qilishimiz kerak. Ya'ni xona havo harorati 20 gradusdan 30 gradusgacha bo'lishi. Ikkinchisi esa tagidagi namlikni bir maromda ushlab turish uchun tez-tez sug'orib turish talab etiladi. Va bunday kichik daraxtlarga qo'shimcha ozuqalar kerak bo'ladi. Agar siz ildizini rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, Prime Gel 15-68-15 gelini tavsiya qilamiz. 10 litr suvga 20 gram miqdorda qo'shib tagidan sug'oriladi. Agar hosilini kattalashtirishni istasangiz, 0-50-50 ozuqani tavsiya etamiz. Hosilga qo'shib bo'yini ham baland qilaman desangiz 15-10-50 gelini tavsiya qilamiz. Va bularni barchasini bittada beraman desangiz 3-25 universal gelni tavsiya etamiz.